Assalomu alaykum. Siz Farmatsiya texnolog kanalidasiz. Mani ismim Shuhrat. Bugungi mavzumiz yurak qon tomir tizimi, qon bosimi ko'tarilishlari bo'yicha gaplashamiz. Demak, nima uchun o'zi qon bosimimiz ko'tariladi? Nimaga ba'zilarda 100 ga kirsa ham, 90 ga kirsa ham, 110 ga kirganlarda ham yuragi bezovta qilmaydi, ba'zida 35 yoshdan boshlanadi. Hamma sabab bizni demak o'sha kechirayotgan hayot tarzimizda. Inson agar doimiy jismoniy harakatda, yengil jismoniy harakatda bo'lsa, to'g'ri ovqatlansa, kam ovqatlansa, me'yordan ortiqmasa, me'yordan ortiq vazn yig'masa, shakar mahsulotlari, un mahsulotlarini kamroq, ko'proq shu kletchatkaga, demak o'sha tabiiy mahsulotlarga agar urg'u berib ovqatlanadigan bo'lsa, albatta unda yurak qon tomir tizimi kasallanmaydi. Asosiy sabablardan biri bizda o'sha yurak qon tomiri, demak o'sha kasalliklari va qon bosimini oshishini asosiy kelib chiqaradigan sabablari bu aslında gipodinamiya. Bu kam harakatlilik. Demak, yurak ham muskul, bu ham bir mushak turi. Demak, bu boshqa mushaklar bilan birgalikda qon haydashni vazifasini bajaradi. Asosiy vazifani yurak qiladi, qolgan mushaklar unga yordamchi sifatida bo'ladi. Endi biza gipodinamiya, kam harakatlilik hayot tarzini kechirayotgan bo'lsak, albatta hamma o'sha yuk, nagruzka hammasi yurakka tushadi. Albatta u ishlashga qiynaladi. Demak, shunaqa vaziyat kelib chiqyapti. Biz qancha ko'p dam olsak, qancha ko'p o'tirib ishlasak, qancha ko'p uxlasak, demak qon haydash vazifasini hammasi yurakka tushadi. Lekin qancha ko'p yengil harakat qilib, piyoda yursak, demak bizda o'sha mushaklar ham qon haydashiga yordam beradi va yuragimiz o'sha paytda dam oladi aslida. Mana shunaqa bir paradoks holat. Demak, aslida asosiy sabablardan biri o'sha gipodinamiya va undan keyingi keladigani bu gipoksiya. O'sha qon sostavini o'zgarishidan, demak, bizda o'sha qonimiz quyuqlashib ketadigan bo'lsa yoki uni o'sha sosudlarimizda insulin resistentность, insulin sezuvchanligini oshishi sababida, demak, o'sha qonimizda kerakdan ortiq glyukozani oshib ketishidan o'zi umuman qonimiz kislorodga to'yinishga qiynalib qoladi. Ana shunaqa holatlarda miya kislorodga to'ymagandan keyin yurakka signal beradi. Qon bosimini oshir, men kislorodga to'yinmayapman, menga kislorod kerak deydi. Ana endi u noradrenalin gormonini simpatik nerv tizimi orqali ko'taradi va yurak faoliyatini tezlashishini oshirib keladi. Qon bosimini oshirishga harakat qiladi va qon tomirlarini toraytiradi. Ana shunaqa holatda sizda qon bosimi oshadi. Endi bu narsani vazifani, demak, muammoni hal qilish uchun birinchi navbatda o'sha qondagi saturatsiya, kislorod miqdorini oshirishimiz kerak. Afsuski ko'pchilik farm preparatlar, dorilar, aynan o'sha beta blokator, alfa blokatorlar, bular hammasi o'sha bisoprolol bormi, enalapril bormi, bular aynan o'sha miya berayotgan signalni kamaytirishga qaratilgan. Ya'ni o'sha simpatik nerv sistemasidan beriladigan bittasi signalni kamaytiradi yoki noradrenalin miqdorini kamaytiradi yoki qon tomirlarini kengaytiradi. Asl sabab miyani kislorodga to'ymagan holati qoladi. Shuning uchun bu dorilar doimiy ravishda qabul qilish buyuriladi. U dorini keyin vaqti kelib ta'siri qolmay qoladi. Undan keyin yana shifokorga borasiz, undan kuchliroqni yozasiz. Asli sabab esa o'sha gipoksiya qolyapti. Lekin o'shanda agar biz miyaga kerakli kislorod yetkazib, undagi mikrosirkulyatsiya, qon aylanishini yaxshilaydigan bo'lsak, bu muammo o'zidan o'zi hal bo'lardi. Undan keyingi sabablardan albatta bu sarkopeniya, bu sizda o'sha mushakda yetishmovchiligi. Biz ishlatmaymiz, mushagimiz sekin-sekin yemirilib ketadi, asosan yog' tashkil qilib qoladi. Qon tomirlarimizni mana ko'rib turganingizdek, qon tomirlarimiz atrofida baquvvat mushaklar bo'lmasa, ayniqsa oyoq mushaklarida. Demak, unda o'sha qon yurak haydab beradi, u tortish tizimi yo'q yurakda, u faqatgina qonni haydab berishi mumkin. Haydab bergandan keyin endi bu yoqdan arterial qon kelib, venozniy qon ko'tarilishi kerak bo'lgan payt endi uni yurak haydab chiqara olmaydi-ku, o'ziga tortolmaydi. Demak, bunga o'sha qon tomirlarimiz atrofida baquvvat bo'lgan mushaklar yordam berishi kerak. Shuning uchun oyoq mashqlariga juda ham e'tibor qaratinglar. Agar o'sha qon tomirlarimiz atrofida mushaklarimiz baquvvat bo'lib, qon tomirlarimizni ushlab tura olmasa, qon qiynaladi, yurakda albatta o'sha qon bosimini olib kelishiga sabab bo'ladi. Aynan shuning uchun mana ko'pchilik shifokorlar boldir muskul mushaklarini ikkinchi yurak deb ataydi. Ya'ni ular o'sha biza piyoda yurganimizda, harakat qilganimizda qonni tepaga ko'tarilishiga yordam beradi. Bu ikkinchi sabablardan, yana bir sabablardan. Endi bu demak, keyingi sabablarimiz buyrak faoliyatining buzilishi. Buyrak faoliyatining buzilganda o'sha bizda juda ham ko'p miqdorda natriy tuzini qabul qilamiz. Nonda ham bor, ovqatlarda ham bor, hozir tuz hamma joyda bor. Shakar bilan tuz hozir umuman o'zi lider bizada hamma ovqatlarda. Tuzni miqdori oshib ketgandan keyin albatta u narsani buyrak ortiqchasini chiqarib olish kerak. Buyrak yaxshi ishlamagani uchun chiqara olmaydi. Albatta bu ham qon bosimini olib kelishiga sababchi bo'ladi. Ortiqcha vazn, qon tomirlarining faoliyatining buzilishi. Ko'p shakar iste'mol qilamiz, qon tomirlarimizni zaif qilamiz. Undagi o'sha shamollash, vaspaleniya chaqiradigan holatlarni olib keladi.
glyukozani miqdorini oshib ketishidan, mana misol uchun mana bunaqa qon tomirni tasavvur qiladigan bo'lsak, qon tomirlarimiz o'zini boqadigan mayda qon tomirchalari, kapillyarlari bo'ladi. Mana shu kapillyarlarga vоспаление bo'lgandan keyin bular uziladi. Bular uzilgandan keyin mana shu yerda demak o'sha xolesterinimiz, yomon yog'larimiz qotib o'sha yerda bilashka hosil qilib, bizada aterosklerozga olib keladi. Endi aterosklerozni davolashda hozircha meditsinada usul yo'q. O'sha bir statin ichasiz deydi. Statinlarni o'zini nojo'ya ta'sirlari bor. Uni butun umr ichish kerak. Uni keyin jigar fermentatsiyasini oshirib yuboradi. Mushaklarni boyagi aytgandek, naborot bo'shashishiga olib keladi va bu yana ham qon tomirlarni o'sha yomonlashuviga olib keladi. Lekin bu narsa tibbiyotda demak tasdiqlangan, aynan o'sha ateroskleroz bilashkalariga, o'sha yig'imlariga, demak o'shani yorilib ketishini asrashda kerakli dori vositasi hisoblanadi aslida. Demak, bizda o'sha ko'rib chiqqan masalalarimiz. Agar biza demak yuragimizda ozgina baquvvat qiladigan, ozgina magniyli, kaliyli aralashma qilib beradigan bo'lsak, demak bizni yuragimiz faoliyatini yaxshilaymiz. Qon tomirlarimizni faoliyatini, undagi bo'lgan o'sha shamollash, vоспалениyalarni oladigan bo'lsak, qon tomirlarimiz qayishqoqligi qaytadigan bo'lsa, demak qon harakati umumiy holda tiklanadi. Endi yana mushaklarimizga ozgina miqdorda tonus beradigan, ozgina ularni salgina tarangligini oshiradigan agar modda topadigan bo'lsak, albatta bu narsa o'sha kam harakat hayot tarzini kechiradigan odamlarning hammada hayot har xil-ku. Misol uchun kimdir misol uchun jismoniy harakatni o'zi yaxshi ko'radi, piyoda yurishni. Kimdirda ertalabdan chiqadi, mashinaga o'tiradi, demak ishxonasiga boradi, kompyuter kuni bo'yi kam harakatlik, albatta noto'g'ri ovqatlanish, albatta o'sha hamma nagruzka yurakka tushgandan keyin o'zi hayot tarzidan kelib chiqqan holatda hammada holat har xil demoqchimanki, o'sha mushaklarimiz bo'shashishiga olib kelishiga va qon harakatini buzilishiga olib kelishi mumkin. Demak, bizda o'sha agar qon tomirlarni yaxshilab, biz mushaklarni tarangligini ozgina miqdorda oshiradigan bo'lsak, bu o'sha oyog'imizdagi o'sha qolib ketgan ortiqcha suyuqlik, ortiqcha qonni yana ham harakatini tepaga, umumiy harakatini yaxshilaydi va mikrosirkulyatsiya, aynan shu miyaga keladigan kislorod miqdorini, saturatsiyasini oshirib, miyaga keladigan kislorod miqdorini oshirib, undagi qon aylanishini yaxshilaydigan bo'lsak, biz o'sha yuragimizni faoliyatini yaxshilaymiz, qon bosimimizni normallashtiramiz. Va ba'zi holatlarda agar miyada aynan shu qon bosimini, qon aylanishini buzilgan holatlarda kelib chiqadigan tinnitus kasalligi, hozirda mana masalan bedavo hisoblanadi. Mana tinnitus kasalligi bu o'sha quloqdagi shovqin. Doim shang'illab yuradi quloqingiz. O'sha narsani ba'zida quloq faoliyatini buzilishidan, ba'zida bo'yin osteoxondrozidan va ko'p holatlarda aynan o'sha miyada mikrosirkulyatsiya buzilishidan bo'ladi, qon aylanishini yaxshilamaslikdan. Ana shu holatda ham yordam beradi. Mana shunaqa holatlarni hammasini o'rganib chiqqan holatda, demak, mana bu Milkor degan preparat yaratilgan. Bu narsa bo'yicha sizlarda savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat izohlarda qoldiringlar. Albatta biz o'sha qanaqadir bir muammolarni hal qilishda sizlarga o'sha yordamchi sifatida chiqishga harakat qilamiz. Mavzuni qisqaroq qilishga harakat qildim, chunki undan oldingi o'sha demak Regipol preparati bo'yicha va o't pufagidagi tosh o'sha o't dimlanishi bo'yicha mavzuni juda ham cho'zilib ketgandi. Endi buni qisqaroq qilishga niyat qildim. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, marhamat, bu preparat bo'yicha agar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda qoldiringlar va men sizlarni izohlaringizga javob berishga, demak, xursand bo'laman, yordam berishga. Salomat bo'linglar, keyingi mavzularda ko'rishguncha.